orqadan bosib keladi. O'sha liniyada men birinchi bo'lishim kerak. 1,5 mingdan 2 minggacha har bir GAI xodimini oyligini qilib bering. Xafa bo'lmayman. Toshkentni oldi patsanlari nimalar qilib qo'yganligi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan Nurzod Nurali Uzbek Bro 1 Uzbek podcast loyihasida sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Sizlar bilan bugun biz 3 ta yangilikni ko'rib chiqamiz, tahlil qilib chiqamiz. Birinchisi bu hozirgi bo'layotgan urush, ikkinchisi bu kartadan kartaga pul to'layotganingizda endi sababini ko'rsatishingiz kerak bo'lar ekan. Nima uchun? O'shani tahlil qilamiz va uchinchisi shaharimizni oldi BMWsini haydaydigan yosh patsan bolalarimiz haqida gaplashamiz. Nima uchun o'zi bunaqa bo'lyapti? Hammasini sizlar bilan bir razbor qilamiz. Ketdik. Kalla qo'yishdan oldin bitta narsa esingizda tursin. Bu meni o'zimning fikrim. Meni fikrim to'g'ri deb turib hech qayerda reklama qilayotganim yo'q. Adashishim mumkin, lekin to'g'ri gapirish ehtimolim baland. Xo'p, o'rtoqlar, birinchi mavzuga kelamiz. Birinchi mavzu bu urush. Eronga Amerika bostirdi Isroil bilan birgalikda. Endi buni har xil ko'rib chiqsak bo'ladi. Albatta bostirib kelgan odatda o'zi aybdor bo'ladi. Lekin bilasiz, mana Rossiya ham bostirgan Ukrainaga. Ruslarni ham o'ziga yarasha bunga sabablari bor. Hammani o'ziga yarasha sabablari bor. Bu sabablarni sizlar bilan ko'rib, o'rganib, tahlil qilib chiqishga harakat qilamiz. Eron bilasizlar, islomiy davlat. Islomiy davlat bo'lganda ham qanaqa islomiy davlat? Har xil islomiy davlat bor. Bular Shia aksariyati, ya'ni biz o'zbeklar sunniyga kirsak, ular Shiyaga kiradi. Bularda sal boshqacharoq dunyoqarash. Misol uchun aytadigan bo'lsam, endi diniy ulamo davlat rahbari hisoblanadi. Qolgan islom davlatlariga o'xshagan, endi bir ayrimlarda bilamiz, amirlar bo'ladi yo qirol bo'lishi mumkin. Bu yerda o'sha 100 ga yaqin, aniqni aytadigan bo'lsak 88 ta ulamo bitta demak o'sha davlat oliy rahbarini saylaydi va u odam demak davlat rahbari sifatida faoliyat yuritadi. Endi Eronni bizdan farqli o'laroq u yoqda ozgina ekstremistikroq demak diktatura sifatida ko'rishadi. Nima uchun? Sababi endi demokratiya yo'q, demokratiya asoslari anaqa emas deydi. Demak, ne demokratichniy davlat deydi. Undan tashqari ularda men hayron qolgan joyim, mana Xomeney, Xudo rahmat qilsin, o'tib ketdi urush paytida. Bu odam bir minglab odamni yig'ardi, ma'ruza o'qirdi. Ma'ruza o'qigan paytida o'sha minglab odam oxirida Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim, Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim deb 1000 kishi baqirardi. Endi bu odam ham xursand bo'lib o'sha yerda rahbarligini qilardi. Endi bu qanchalik to'g'ri? Misol uchun Severniy Koreya bunaqa ish qilmaydi. Misol uchun boshqa bir islomiy davlat palon davlatga o'lim, piston davlatga o'lim degan narsani rahbarini oldida unaqa narsani qilmaydi. To'g'ri, qaysidir ekstremistik guruhlar ular qilishi mumkin, lekin hattoki misol uchun Afg'onistonda ham bunaqa narsa bor deb o'ylamayman. Misol uchun Saudiya Arabistonni oladigan bo'lsak, undan tashqari boshqa davlatlarni oladigan bo'lsak, bu darajada o'tda unaqa heyt yo'q. To'g'ri, Isroilga nisbatan heyt bor, buni bilamiz, islomda bor. Bunga juda ham tarixiy voqealar va sabablar bor bu narsaga, lekin bilasizlarmi, hozirgi zamonda menimcha bunaqa ekstremistik qarashlarni pasaytirganimiz yaxshi, chunki tinchlik kerak.
Undan tashqari yana Eronni olib qaraydigan bo'lsangiz, ularning даже konstitutsiyasida yozilgan Isroil degan davlat bo'lishga haqli emas deb yozgan. Endi orada qaysidirlarimiz bu narsaga nima deydi, to'g'ri qarashimiz mumkin, lekin men o'ylashim bo'yicha har bir davlat, har bir millat demak shu dunyoda tinchlik yo'li bilan yashashga haqli deb o'ylayman. To'g'ri, Isroilni ayrim qilgan noto'g'ri ishlariga oxirgi paytlarda, asosan Gazada juda ham noto'g'ri taktika qo'llashdi. Oqibatda juda ham minglab, yuz minglab odam vafot etdi. Endi Amerika va Isroilni qarashi boshqacha. Ya'ni endi o'zingiz o'ylang, sizni davlatingizga o'lim deb o'sha qaysidir bir davlatni rahbarini oldida minglab odam mana shunaqa desa, albatta bu narsaga qaralmaydi. Undan tashqari bu yerda neft bor, juda katta neft bor. Bilasizlar, Eron ancha yillardan beri sanksiyaga kirib neftini sota olmaydi. Sotsa ham arzon kimlargadir sotishi mumkin, obxodnoy yo'llar bilan. Xullas o'rtoqlar, bu yengilliklarni hammamiz bilamiz. Tarix haqida gaplashadigan bo'lsak, tarix ko'p. Sizlar bilan biz O'zbekistonda bu urush oqibatida nimalar bo'lishi mumkinligi haqida fikrlashamiz. Demak, bu yerda juda ko'p sabablar bor. Demak, o'zgarish uchun. Ya'ni birinchi eng katta sababi bu Hormuz bo'g'ozi. Fors ko'rfazi bo'ladi. O'sha Fors ko'rfazida Fors ko'rfazini yopilib qolishi oqibatida bo'lishi mumkin bo'lgan ta'sirlar bor. Bu birinchi o'rinda neft. Ya'ni dunyoning 20% nefti Fors ko'rfazidan o'tadi, o'sha Hormuz bo'g'ozidan o'tadi. Uni hozir eronliklar yopib qo'ygan. Endi yopilganda nima bo'ladi? Yopilganda 20% neft o'tmaydi. Bilasizlar, dunyo neftsiz aylanmaydi. Dunyo neftsiz tovarlar aylanmaydi. Neftga juda ko'p narsa bog'liq. Isitish tizimlari, transport, juda ko'p sohalarda neft va neft mahsulotlari ishlatiladi. Taxmin bo'yicha agar Hormuz yopiladigan bo'lsa, taxminan 10-15% gacha, balki даже 20% gacha neftning narxi oshishi mumkin. Bu nima degani? Bu degani har bir, asosan O'zbekistonda, O'zbekiston import qiladi, xabaringlar bo'lsa kerak, juda katta ob'yomda. Demak, bizni o'zimiz ishlab chiqarayotgan neftimiz o'zimizga yetmaydi, import qilamiz, sotib olamiz. Oqibatda qimmatroq sotib olamiz. Sotib olganimizdan keyin u har bir aytaylik o'sha Korzinka Go'ni o'sha kuryeriga yo Yandex kuryeriga, aytaylik ko'chadagi taksist akalarimiz hammaga ta'sir qiladi. Demak, bu narx-navoni oshishiga olib keladi. Har bir do'kondagi mahsulot ham mashinada keladi yo gruzovoyda keladi, o'sha narx oshadi. Demak, o'rtacha taxminlarga ko'ra bu oqibatda 5-10% narxlar oshishi mumkin. Ikkinchi katta sabab inflyatsiya. Demak, ehtimoliy ssenariy bo'yicha agar og'irroq bo'ladigan bo'lsa, urush cho'ziladigan bo'lsa, valyuta inflyatsiyasiga olib keladi. Oqibatda dollar kuchayadi va so'm o'z pozitsiyasini yo'qotadi. Endi inflyatsiya o'zi oxirgi 1 yil, 1,5 yilda ancha stabilniy holatga kelgan. Agar oldin tendensiyani kuzatib borgan bo'lsanglar, o'rtacha 10%, 12% ga har yili, misol 10 ming so'm bo'lsa, keyingi yilda 11 mingga bo'lgan, undan keyin 11.300 bo'lgan, 11.200 bo'lgan, mana shunaqa qilib taxminan 8-10% atrofida inflyatsiya bo'lgan. Lekin oxirgi 1 yil, 1,5 yilda bu stabilni ushalib turibdi. Endi bunga o'zining sabablari bor. Investitsiya oqimi kiryapti. O'zbekiston dunyoda o'z mavqesini oshirib bormoqda.
turizm 2 yil 3 yildan beri bilasizlar Qozog'istondan mana juda ko'p turistlar keladi. Xullas o'sha jarayonda ushalib borilyapti. No, yana o'sha eski holatga qaytish ehtimolimiz bor. Bu global resessiya davomida yoki global inflyatsiya davomida rivojlanayotgan davlatlarda bunaqa holat bo'lishi, bu normal holat, bu bo'ladi. Bu degani Qirg'izistonda ham, Qozog'istonda ham xuddi shunaqa holat bo'lishi mumkin degani. Endi boshqa sabablarni agar qaraydigan bo'lsak, foydasi bo'lishi mumkinmi degan narsa. Albatta, har bir urush kimgadir talofat olib keladi, kimgadir yangi imkoniyatlarni ochadi. O'zbekistonga qanaqa yaxshi imkoniyatlar olib kelishi mumkin? Asosan urush uzoq muddat cho'ziladigan bo'lsa, bilasizlar, o'sha demak Fors ko'rfazi atrofida arab mamlakatlari bor, Emirat bor, Saudiya bor, Kuvayt bor. U davlatlardan investorlar riskni qilmasdan qochishni boshlaydi. Qochgandan keyin investor nima qiladi? Investor o'ylaydiki, deydi, men qara pulni qayerdir tiqishim kerak deydi. Bu muzlab qoladi deydi. O'zbekistonga o'xshagan rivojlanib kelayotgan, ya'ni O'zbekiston O'rta Osiyoda eng tendensiyasi rivojlanayotgan davlat top 1 hisoblanadi. Chunki o'zining sabablari bor va o'sha jarayonda bizaga juda katta investitsiyalar kirib kelishi mumkin. Undan tashqari, urush paytida, katta urushlar bo'lgan paytda nima narxi oshadi? To'ppa-to'g'ri oltinning narxi oshadi. O'zbekiston esa oltin bo'yicha 10talikka kiradi ishlab chiqarish bo'yicha. Demak, biz oltinimizni kakras oshgan paytda narxini sotsak, bilmayman 10 tonnami, 20 tonnami, zaxiramiz ko'p. Undan muammo yo'q. Sotsak o'shani, demak, iqtisodiyotimizni rivojlantirish uchun yana reinvestitsiya qilishimiz mumkin. Xo'p, undan tashqari yana nima polza bo'lishi mumkin, foyda bo'lishi mumkin? Polzada bekorga aytganim yo'q. Rossiyada neft narxini oshish oqibatida pul ko'payishi mumkin. Ya'ni hozirgi iqtisodiy inqiroz Rossiyadagi sekin-sekin o'ziga kelishi mumkin. Ya'ni pul hozir o'zingiz o'ylang, misol uchun har kuni aytaylik bir 10 milliard dollar pul topayotgan bo'lsa, daromad, u 20-30% ga narx oshadigan bo'lsa, ya'ni neftdan, bu degani 10 milliard emas, 13 milliard yo 12 milliard ko'proq daromad qilishi bor. 2-3 milliard yo 1 milliard ko'proq daromad qilishi taxmin. Bu nimaga olib keladi? Rossiyada iqtisodiyot yaxshilashgandan keyin muhojirlarimiz oqibatda ko'proq oylik olishni boshlaydi, oylik narxlar oshishni boshlaydi va o'zimizning muhojirlarimiz ko'proq pul jo'natishni boshlaydi. Ya'ni aytaylik, bir oyda 1 milliard dollar, bir yilda misol uchun 7 milliardmidi, shunaqa edi taxminan. 7 milliard dollar bir yilda Rossiyadan kirib kelayotgan bo'lsa, o'sha demak neftda oshish oqibatida 10, 15, 20% gacha ko'tarilishi mumkin. Ya'ni Rossiyada holat yaxshilashadi. Rus og'alarimiz puli ko'payib, bir tinch hayot qurishga imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Balki bu bahonada Ukrainadagi urush ham tugab qolar. Yo, Alloh alam, ko'ramiz. Xullas, undan tashqari yana bo'ladigan o'zgarishlarni aytadigan bo'lsam, yoqilg'i energiya narxi oshishini aytdim, qishloq xo'jaligiga ta'sir qiladi bu. Biz agrodavlatmiz, agrodavlatda ishlab chiqargan meva-chevazni uni olib borib sotish kerak. Demak, narxi oshadi. Xullas, o'rtoqlar, ko'p cho'zmaymiz, narx navo oshadi, oltinning narxi ham oshadi. Tillalaringizni sotishga balki shoshmasligingiz kerak. Xullas, mana shu oqibatlarga olib keladi. Endi hozir sizlar bilan boshqa bir yangiligimizga o'tamiz. Xo'p, o'rtoqlar, ikkinchi yangiligimiz bu kartadan kartaga pul o'tkazayotganinglarda ayrim holatlarda sizlar nima uchun
pul o'tkazayotganinglarni etishinglar kerak bo'ladi. Nima uchun deb o'ylaysizlar? O'zingizlar o'ylab ko'ringlar, nimaga bu narsani qilishyapti? Endi bu narsa tabiiy qilinishi, bizanikilar endi shustriku, bu qilinishi kutilgan narsa edi. Qanchalik to'g'ri noto'g'ri buni ozgina Amerika, Yevropa bilan taqqoslab ko'ramiz. Lekin aslini olib qaraydigan bo'lsak, bu yoqda boshqa narsalar ham turibdi. Bu asosiy maqsad bu tеневой pul deydi. Yaxshirin iqtisodiyot. Oddiy do'konchisiz misol uchun. Bilamiz, naqd pul beramiz, tam hammasi inkassatsiya bo'lmaydi. Bilamiz, kartadan kartaga tashlab yuboriladi. Kartaga tashlaganingizdan keyin uni inkassatsiya qilmaysiz, buni ham bilamiz. Bu endi bilasizlarmi, O'zbekistonning tarixida bo'lib kelgan narsa. Налоговый xodimi 3-4 million oylik olgandan keyin bunaqa sharoitlar yaratiladi. Bu nima deydi? Hammamiz biladigan narsalar. To'g'ri, buni oqibatida ko'p natsenka qo'yilmaydi. Ya'ni nalog to'lanmaganligini hisobiga xalq arzonroq yashaydi. Bu narsani ham bilamiz. Lekin rivojlangan mamlakatlarda, misol uchun Amerikada kimga nech pul o'tkazsangiz farqi yo'q. Даже bankovskiy shotingizdan ham o'tkazsangiz farqi yo'q. Kichkina где-то bir 1-2 million dollarlik biznesingiz bo'lsa, hamma narsani ko'z yumshadi, indashmaydi, uncha-muncha qaramaydi. Odamlarning o'zi ham qonunni buzmaydi, buzishdan qo'rqadi. Ya'ni 99% aholi qonunni buzadi. Bizadachi, aka, keling, mashina men sizga naqd berib qo'ya qolay, mebelimni yasab bering, nalog to'lamayman aka. Bo'ldi, все хорошо. Naqd berasiz, u mebel yasaladi, oyliklar beriladi, lekin davlat quruq qoladi. Yaxshimi? Davlat uchun yaxshi emas. Pensionerlar uchun yaxshi emas, nogironlar uchun yaxshi emas, boylar uchun yaxshi, puli borlar uchun yaxshi, lekin shuncha payt уже shu narsani qilib keldik, endi menimcha yetar. Endi baribir davlat ham nima deydi, harakat qiladi. O'sha ma'noda qilingan narsa nimaga olib keladi? Narx-navo oshishni boshlaydi. Tеневой ekonomika yo'qolishni boshlaydi. Shotingizga har kuni 54 ta odamdan 5 ming, 20 ming, 30 ming, 40 mingdan kelib tushgan bo'lsa, sizni do'konchiligingizni aniq bilishadi. Va oqibatda aytaylik, nima deydi, siz ham majbur bo'lasiz. Уже 5-6 ta kartalarga, har xil kartalarga ham bizning o'zbeklar juda ish bilarmon. Nima qiladi? 5-6 xil kartalarga tashab ko'radi. Bu bankdan yechishga olib keladi. Baribir bankdagilar baribir biladi. Va to'g'ri biladi. Chunki naqd pulli obyomi kamayyapti, kartadan kartaga anaqa qilyapti. Kartasiga oylik tushadigan odamga farqi yo'q. Kartadan to'lagani, paymeklik bilan to'lab olgani tinch. O'sha oqibatida endi davlat ham o'zini harakatini boshlayapti. Aslida agar hamma nalog to'lasa, mana korzinka misol uchun nalog to'laydi. Korzinkaga farqi yo'q. Siz naqd to'laysizmi yo перечисление to'laysizmi? Korzinka o'sha endesi qo'shib turib narxini aytadi, o'sha narxdan to'laysiz. Hammamiz shunaqa bo'lish kerakmi? Bo'lishimiz kerakmi? Aslida hammamiz shunaqa bo'lishimiz kerak. Davlatimiz o'shanda kuchayadi. Sotsialniy paketlar, sotsialniy hayot ancha yaxshilashadi. Yo'llarimiz yaxshilashadi. Endi albatta to'g'ri taqsimlansa bu отдельный вопрос. Lekin juda ko'p sektorlarda o'sish bo'ladi. Agar o'sha aytganimdek to'g'ri taqsimlanib, to'g'ri oyliklar ko'tariladi. Siz tasavvur qiling, misol uchun oyliklar nima uchun past? Shu ham bitta sabablardan biri. Xullas o'rtoqlar, bu narsaga
fikr qilishimizdan oldin bu yoq tomonlarini ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Bu kutilayotgan paytida bu yog'iga kartaga to'layotganda ehtiyot bo'linadi. Постоянно shunaqa qiladigan bo'lsangiz, ertaga paq etib налоговыйdan xat kelib qolishi mumkin. O'sha narsalarni inobatga olinglar. Tabiiy savol bo'lishi mumkin. Men oyligim kartaga tushadi. Unaqada nima bo'ladi? Men kartadan постоянно to'layman. Unaqa odamlarga eng og'iri o'sha bo'ladi. Sababi hamma narsa oshadi, ko'p narsa oshadi. Do'kondagilar ham уже misol uchun aytaylik yoki servisdagilar уже arzonroqqa naqdga qilib berish imkoniyati qiyinlashib ketadi. Sexlar egalari, artistlar misol uchun ular ham kartaga tashlab bo'ldi-yu, bitadi ish. Blogerlar misol uchun bitta bloger bo'lsa, paq etib 10 million so'm pul tushsa, bankdagilar informatsiyani jo'natadi, налоговыйlar assalomu alaykum brat, yaxshimisiz? Bir oy ichida 326 million so'm tushibdi har xil odamlardan. Qani nimaga tushdi ekan deb sizni savol berganda siz deysiz, bo'l, shu bilan tugaydi. O'shaning uchun bu yog'iga ehtiyot bo'lamiz, o'rtoqlar, hushyor bo'lamiz. Mayli bo'lsin bu narsa, agar to'g'ri taqsimlanib, pensionerlarimizni oyliklari bir 30-40% ga oshsa, endi bir 2 yilda, demak bu qonun o'zini o'zi oqlagan bo'ladi. Yo'llarimiz tekis bo'lib qolsa, avtobuslarimizda konditsionerlar o'chmasa, GAIdagi call centerdagilar telefonni olishni boshlasa, o'shanda menimcha yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, o'rtoqlar, narx-navo ozgina oshadi. Bu ham sal xush xabar emas. No, oqibatda aytganimdek rivojlanish bo'lish ehtimoli bor. Xudo xolasa yaxshi bo'lsin. Men o'zimni fikrimni aytdim. Endi bu yog'i sizlardan. Sizlar ham o'zingizlarning fikringlarni yozinglar pastda. Mayli, noto'g'ri gapirgan bo'lsam, qattiq so'kib yormanglar. No, o'zingizlarning bir xolis fikringlar bo'lsa, o'sha fikrni kommentariyada qoldirib ketinglar. Biz albatta buni o'qib, sizga javob berishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, endi sizlar bilan 3-yengiligimizga o'tamiz. 3-yengiligimiz bu Toshkentni oldi patsanlari BMW haydab nimalar qilib qo'yganligi haqida gaplashamiz. Xabarimiz bor. Bir GAI xodim akamiz, Alloh rahmat qilsin, ro'za Ramazon kunlarida peshinalarida shunaqa narsa yozilgan ekan. Endi bu narsani bilasizmi? Bu aslida tragediya. Asosan GAI xodimlarini oilasida, GAI xodimlarini oilasi bor, bolalari bor, farzandlari bor. Albatta har bir ota-ona o'zini farzandi o'sha uchun qayg'uradi. Bu bolani men to'g'risi bu yangilik haqida ko'p informatsiyam yo'q. U bola kim bo'lgan, kim o'g'li, nima, unisini bilmayman. Lekin u yerda orada blogerlar aralashgan. Men sizlarga nima uchun o'zi bunaqa holatlar kelib chiqayotganligini aniq lo'nda sistemada nima xatolar borligini aniq lo'nda men sizga tushuntiraman. Harakat qilaman tushuntirishga. Demak, nimadan boshlaymiz? Mana men 2 yil Angliyada yashaganman. 12 yil Amerikada yashaganman. 10 yildan oshiqroq Amerikada yashaganman. Agar siz mashinaqa ishni, mashinaqa ish emas, oddiy mana shashka qilinadi-yu, u liniyadan bu liniyaga, 3-liniyadan birga tashaladi-yu, mashinaqa paytda agar sizni GAI xodimi ko'rib qolsa, xafa bo'lmaydi. To'xtatadi, menga qara deydi, birinchi o'rinda shuni qaraydi, kayfdamisan deydi. Siz, "Oka, men normalniy bu, mana shu o'z yurishim" deydigan bo'lsa, shartda oladi-da.
shartta narushnikni taqaddi, reckless driving degan shtraf bor. Ahmoqona haydash. To'liq tarjimasi. O'shanaqa haydash beradi, siz pravez lisheniya bo'lib ketadi. Bizada bu narsa qilinmaydi. Bizada shashka bosiladi, lip etib. To'g'rida svetofor qizil, chapki liniyaga sekin o'tyapman, orqadan bosib keladi. O'sha liniyada men birinchi bo'lishim kerak. Og'ayni, qizil svetofor. To'xta. Bu narsalarga bizada qonuniy yo'l qo'yilgan. Ya'ni qonuniy bunga anaqa yo'q. 120, 130, 150 da tushadi. Lip etib shtrafini to'laydi. Assalomu alaykum deb trassada ketadilar keyin brat. Yana dalish. Nima uchun? Endi nima uchun deydigan bo'lsangiz, men sizga uni ham aniq tushuntirishga harakat qilaman. Xodimlarimiz, GAI xodimlarimiz 5 million 6 million so'm pul oladi. 5 million 6 million so'mga oilani tebratib bo'ladimi, yo'qmi? Aytingchi, o'zingiz javobini topdingiz. Endi 5-6 million oylik olsangiz, sizni bir do'koningiz bo'lmasa, yo bir 30 ta qo'yingiz bo'lmasa, 8 ta molingiz bo'lmasa, qattandir u pulni topishingiz kerakmi? Topasiz. Nima qilasiz? Ko'z yumasiz, kechirasiz. Akajonim, uzr, qizilga o'tib qo'ydim. Keling brat, aka-ukalik qilaylik, aka iltimos deydi, lip etib qo'liga beradi. U yaxshi gapirsa, sizni tushunib tursa, shtraf qilganini tushunib tursa, hozir davlatga palon pul to'lashini tushunib turib, sizga addushi chin yurakdan 100 ming qistirib tursa, siz olmaysizmi? Endi sharoitingizga qarab olishingiz mumkin. Olmasligingiz ham mumkin. Hamma uchun javob bermayman. Lekin 5-6 million oylik bo'lgandan keyin xodimlarimiz ko'zini yumadi. Men sizlarga shu joyda qisqa formulani aytib ketaman. Rahbarlardan kimdir agar durkmashi podkastni ko'radigan bo'lsa, 1,5 mingdan 2 minggacha har bir GAI xodimini oyligini qilib bering, 2 oy muhlat bering. O'sha har bir GAI xodimini oyligini olaman deb anshlag o'chirib turadi. GAIni oldida, отдел kadr oldida. Kadrovikka ham oyligini bir 3 ming qilib qo'ying, 2,5 ming. O'zi GAI pul topar tashkilot. Eng ko'p pul topadigan tashkilotlardan bittasi. Bering shularga. O'sha GAI xodimi bor-ku. Mayli, hammasi emasdir. Lekin ko'pchiligi onasini yensin deydi, shart olib hammani yozadi. Yozsin. Shtraf qildingmi, qoidani buzdingmi, yozilishga haqlisan. Yozsa ayb yo'q. Naborot halol pulni topadi. U o'zining ishini halol bajaradi. Shtrafni sizga yozadi. Bir marta shtrafni yeganingizdan keyin ikkinchi marta o'ylab ko'rasiz. U shtrafga tushishi yo tushmasligini. Oqibatda nima bo'ladi? Oqibatda GAI xodimi, mana Gruziyada shunaqa narsa bo'lgan. Oylik oshgan, korrupsiya yo'qolgan. GAI xodimi kerak bo'lsa, agar kerak bo'lganda pensionerlarimiz adashib qizilga o'tib qolishi mumkin. Adashib palasani bosib qo'yishingiz mumkin. U odam halol pul topfatdi, u odam yaxshi oylik topfatdi, u odam настроенияsi zo'r bo'ladi, kech payt zo'r uxlaydi. Kech payt zo'r uxlagandan keyin sizni kechirish ehtimoli namnoga oshadi. To есть kechirishni ham yo'lga qo'yish kerak. Lekin mashinadan salom alaykum aka deb tushdimi? Uzr, og'ayni ish tarafini yozingda, davlatga pul tushsin, siz tinch uxlang. Mana shu formulani ham sizlarga eslatib ketdim. Bitta qilib ko'ringlar. Menga qildiringlar demayman. Prosta o'zinglar shuni tatbiq qilib ko'ringlar. O'xshaydi. Uverimman. Xo'p, bolaga keladigan bo'lsak, uni ota-onasi menimcha uzr so'rab chiqqan. Bu aslida juda ko'p ota-onalarga o'rnak bo'ldi bu narsa. Urok bo'ldi, o'rnak emas, urok bo'ldi, dars bo'ldi. Bolalarni olib tagarchilik qilib ahmoqlik qilishidan oldin o'sha sharoitni yaratyapsizlarmi yo'qmi o'ylab ko'ringlar. Sizlarni ota-onanglar agar shunaqa o'stirgan bo'lsa, bu degani siz ham ota-onangiz qilgan xatoni qilishingiz kerak degani emas. Kontrol qiling.
o'g'lingizni, farzandingizni totalniy kontrol qiling. Mana bunaqa ahmoqona kallani qo'ymasin. Bitta odam, bitta ahmoqlik ota-onani, endi bilmayman ota-onani qanchalik roli bor u yerda yo'q, lekin ota-ona javobgar. Chunki bu несовершеннолетний, bu bola hali voyaga yetmagan. Voyaga yetmagandan keyin ota-ona javobgar bo'ladi. O'shaning uchun o'rtoqlar, har birimiz mashina olib berishdan oldin farzandimizga pravasi bormi, olganmi, to'g'ri oldimi, qonuniy oldimi, u sizni ham bezopasnisiz. Shuning uchun ota-onalar iltimos, bunaqa narsani bizadan boshlanish kerak. Ota-ona, har bir ota-ona mas'uliyatini sezish kerak, bizadan boshlanish kerak. Bu yengillikni to'g'risi eshitib juda xafa bo'ldim. U gai ukamiz ekan, mendan yosh, ukamizni oilasiga sabr tilayman. Davlatimiz unaqa odamlarni, davlat uchun shahid ketgan insonlarni ko'chada qoldirib qo'ymaydi degan umiddaman va bunaqa holatlar umuman bo'lmasligi tarafdoriman. Shuning uchun o'rtoqlar, hammamiz hushyor bo'lamiz. O'rtoqlar, sizlar bilan bugun qisqaroq bo'lishga harakat qildim. Podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Fikringlar bo'lsa, mayli dabdala tupoy fikr bo'lsa ham yozinglar kommentariyning tagiga. O'qib chiqaman baribir. Ahmoqona bo'lsa ham o'qib chiqaman. So'kadigan bo'lsanglar, sal sekinroq so'kasizlar. Yaxshi gapirgan bo'lsam, yaxshi bir insight fikrlar olgan bo'lsanglar, sizlarning dunyo qarashinglarni kengaytirishda kichkinagina hissa qo'shgan bo'lsam, bu meni yutug'im. Rahmat sizlarga. Sizlar bilan keyingi ko'rsatuvlarda Xudo xolasa ko'rishguncha, ya'ni Mr. Otabek aytadi-yu, keyingi tonlarda ko'rishganda ko'rishguncha o'rtoqlar. Goodbye.